mo'min banda, taqvodor banda qabrga qo'yilsa, qabr aytadi: marhabo, xush kelding. Sen mening uchun o'zimni ustimda yurganlardan ko'ra afzalsan. Sen taqvodorsan, sen mo'minsan. Ana shunda qabr kengayadi. Mo'min bandaga jannatdagi joyi ko'rsatiladi va u osoyishtalik bilan qiyomat bo'lishini kutadi. Agar qabrga kofir, munofiq, osiy banda qo'yiladigan bo'lsa, xush kelmading. Marhabo emas senga. Sendan ko'ra men uchun ustimda yurganlar afzal. Deydi-da, bir qisqanda deydi, qovurg'alari mana bundoq bo'lib ketadi deb qo'llarini ko'rsatdilar. Dod soladi, faryod uradi, lekin hech kim eshitmaydi. Ana shunday holatda qiyomatni kutadi. Qiyomatda boradigan azobxonasini ko'rib kutadi.